Assalomu alaykum hurmatli soliq to'lovchi. Biz sizga ushbu videorolik orqali kontragent haqida ma'lumot interaktiv xizmatidan foydalanish qo'llanmasini taqdim etamiz. Xizmatdan foydalanish uchun my3.soliq.uz elektron soliq xizmatlari portalidagi shaxsiy kabinetga elektron raqamli imzo yordamida kiriladi hamda xizmatlar oynasiga o'tiladi. So'ngra kontragent haqida ma'lumot xizmati tanlanadi. Ochilgan oynada kontragent soliq to'lovchining identifikatsiya raqami kiritilib, qidirish tugmasi bosiladi. Agar ma'lumotlar taqdim etishga ruxsat berilgan bo'lsa, kontragent nomi, ma'lumot taqdim etish davri, kelishuv va ruxsat berilgan to'g'risidagi ma'lumotlar jadval ko'rinishida taqdim etiladi. Aks holda ma'lumotlar shakllanmaydi. Siz kontragentingizga shaxsiy ma'lumotlarni taqdim qilish uchun so'ralgan joyga kontragent soliq to'lovchining identifikatsiya raqami, ma'lumot taqdim etilish davri, parol hamda ruxsat berilayotgan ma'lumot belgilanadi. Qo'shish tugmasini bosish orqali jarayon yakunlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.